Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan birlashtiruvchi chok turlariga kiruvchi quyma chokni tikishni o'rganamiz. Quyma choklar asosan mato qirqimlari titilib ketmaydigan matolarni tikishda foydalaniladi. Bu shuningdek bezak chok ham hisoblanadi. Hamda charm buyumlari ham quyma chok yordamida tikish mumkin. Buning uchun mana gazlamani bir-birini ustiga 1 sm kenglikda qo'yib olinadi va 5 sm chok bilan tikiladi. O'rtasidan tikiladi. Mana. Endi buni dazmollab olamiz. Dazmollash jarayonida dazmollash mumkin bo'lgan matolargina dazmollanadi. Charm buyumlari esa yoki charm gazlamalari esa bilasiz, ularga dazmol bilan ishlov berilmaydi. Mana quyma chok ham tayyor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.